olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Men Yugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim. Lekin bu narsani hammasini tushunib yetib, juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan. Aktiv uchun men davlatimizni, xalqimizni, millatimizni haqorat qilganligim uchun juda qattiq pushaymonman. Va mana shu mehnatkash xalqimizdan chin yurakdan kechirimni so'ramoqchiman. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Yugay Valeriyga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Iltimos, meni kechiringlar.